bitta odam sizga nimanidir va'da berdim, u qachon uni amalga oshiradi, sizga aniq bitta vaqtni, aniq bitta muddatni bermaydi. Men senga shuni olib beraman deydi, tamom. Siz unga ishonib qolasizda, o'zingiz resurslaringizni tashqariga olib chiqishdan to'xtaysiz. Kutmang hech kimdan hech narsa. Bo'ldi, shuna qaranglar, shu narsaga erishmoqchiman, shuni olmoqchiman, shu yerda bo'lmoqchiman, bormoqchiman, tamom. Ko'rish kerak. Necha soat ishlayapman? Necha soat o'qiyapman? Necha soat men uxlayapman? Uyqumni kamaytiraman, ish soatimni ko'paytiraman yoki o'qishimni ko'paytiraman. Shunga qarasha sizga daromad, kuch, energiya, quvvat, ishonch keladi. Ana u sizga 1 yildan keyin olib beraman dedimi? 1 yildan keyin olib boraman dedimi sizni qayergadir? U o'sha esingizdan ham chiqib ketadi. Men qildim deysiz, tamom, mana peshonasiga qo'yib qo'yasiz. Hech qachon sizni qarshingizga kimdir chiqib, sen zo'rsan, yorg'ur, sen kuchlisan demaydi. Kim menga bu gapni aytarkan, kim meni teparkan, kim meni qo'lidan sudrab olib borarkan, hech kim bu ishni qilmaydi. Chunki atrofingizda asosan hamma birovni ushlab olgan. Hamma birovga osilib olgan. Hamma birovni ichib oldi mana bundan qonini. Hech kim sizga majbur emas. Dangasalikdan voz keching, jimlikdan voz keching, duxsizlikdan voz keching, ta'sirlanishni musurga oting. U sizni faqat qashshoq qiladi, maqsadsiz bitta muvaffaqiyatsiz bitta odamchaga aylantiradi. Qanchalik ko'p bugun qiynalyapsizmi, qanchalik ko'p bugun yirtilyapsizmi, qanchalik ko'p bugun sizni tiqib tashlashyaptimi, bilingki, shunchaki darajangiz kattaki, sizga zarbalar sizni tilingizda yetkazilyapti. Silashni tushunmadingiz, yaxshi gapni tushunmadingiz, endi tiqishni tushunasiz. Shunda uyg'onasiz. Qaysi til bo'lmasin, u sizni faqat uyg'onishingizga mo'ljallangan.